Minecraft, lekin men kirkalarimni kuchaytira olaman. To'g'rirog'i sotib olaman. Atigi 10 blok turadigan qoshiqdan boshlab million blok turadigan antimateriya kirkagacha. Bugun biz qog'ozli, qo'shiqli, oddiy, zamonaviy, 8 oyoqli, shilib-shiqli, juda ham qimmat, xullas g'ayri oddiy kirkalarni sotib olamiz. Shu yerdagi hammasini bugun biz sotib olishimiz shart. Buni hammasi albatta tushunarli, lekin sen kimsan? Negadir menga kimnidir eslatyapsan. Tasodifdan bo'ladi. Men dunyodagi eng zo'r kirkalar sotuvchisiman, men prochim. Ha, rostdan ham adashganga o'xshayman. Xullas, birinchi kirkamiz bizda mana bu qog'ozli kirka. Yaxshi, birinchi kirkaga ega bo'lish uchun biz 5 ta blok kovlashimiz kerak. Xo'sh, uni olamiz va hech narsa bo'lmadi. Tushunarli, balki biz yana bitta blok kovlashimiz kerakdir. Yo'q. Bo'ldi, bari to'g'rilandi. Endi buni kovlab ko'ramiz va bu blokni olganimiz zahoti bitta blok qo'shildi. Birinchi qog'ozli kirkamiz 5 ta blok turadi. Shuning uchun hoziroq Kirkalarning kuchi ham ularga kerak bo'ladigan bloklar ham geometrik progressiyada oshib boradi. tushunarli va bizning birinchi qog'oz kirkamiz va u ajoyib ko'rinyapti desam aldagan bo'laman. Hammayli buni tezroq biz sinab ko'rishimiz kerak. Sotib olganingiz uchun rahmat. Birinchi kirka muborak bo'lsin. Kelinglar, har ehtimolga qarshi bu kirkani uzoqroqda tekshirib ko'ramiz. Do'kon yo'q bo'lib ketmasin. Tuproqni kovlab hozircha hech narsa qilmadi. Balki kirkaligi munosabati bilan tosh kovlasak yaxshiroq bo'lar. 1, 2, 3 va hech narsa bo'lmadi. Ha, 5 blokka yaxshiroq kirka kutish ham xato edi. Menimcha buning kuchi taxminan yog'och kirkadek. Hattoki nimadir yozilgan ekan. Bu kirka butunlay qog'ozdan, qo'lidan biron ish kelishi dargumon. Ming afsus, lekin siqilishga hali erta. Sababi bu atigi birinchi kirka bizda oldinda hali shunday kirkalar kutyapti. Shuning uchun kelinglar ozgina blok to'playmiz-da, keyingi kirka uchun bazaga qaytamiz. Keyingi kirka o'zi qancha turardi? 10 ta blok, tushunarli. Bu yerda qaranglar qanchalik xilma-xil kirkalar bor. Olovlisi ham bor ekan mana bu yerda. Yana mana bu kirka ham menga juda ham yoqdi. Mana bunisi ham va xullas hammasini sotib olishimiz shart. To'xtanglarchi, bu do'konda kirkadan boshqa narsalar ham sotiladimi? Narxini sotuvchidan bilib olasiz. Tushunarli. Bu esa nima bu o'zi? Do'konning bu qismidagi narsalar senga blok to'plashga yordam beradi. Hattoki aslahalar ham bor ekan. Ajoyib. Bu esa nima? Granata. Buni albatta olish kerak. Faqat 200 ta blok. Hozircha bu men uchun qimmatli qiladi. Shuning uchun hozirni o'zida men kirka emas, qoshiq sotib olaman. Bu axir shunchaki qoshiq-ku. Sotib olganingiz uchun rahmat. Bu ham sal kam kirka. Faqat qoshiq. Kelinglar, unda qoshiqni tekshirib ko'ramiz. Boyagi kirkadan ko'ra tez-kuya, lekin baribir hech qanday super qobiliyat ko'rmayapman. Hech bo'lmasa lazer o'tmaydimi? Menga hozir 3-kirka kerak. Chopdik. Aniq esimda yo'q, lekin menimcha 50 ta turardi. Kelinglar, mayli, mana shu kirkani olib olay esdalik uchun hech bo'lmasa. Mana bizda 3-kirka va uning nomi Axlat kirka. Ha, mayli, hech bo'lmasa bu birinchi kirkaga o'xshaydigan kirka. Shuning uchun hoziroq uni sotib olamiz. Axlat kirkani sotib olganingiz uchun rahmat. Qanday yo'q qilishni bilmay yurgandim. Bu kirka o'zi biror nimaga yaraydimi? Balki bularning hammasi yolg'ondir. Aslida buning nomi shunchalik rasvo bo'lishiga qaramasdan bir urishda tog'larni vayron qilish qudratiga emas. Balki Minecraft qotib qolgandir. Negadir hamma bu kirkani Axlat deb ataydi. Men tushunishni boshlayapman nega nomi bunaqaligini. Menimcha biz kelajakda sotib oladigan kirkalarimiz oldida bu nom hali zo'r ham. Mayli, 4-kirka uchun chopdik. Keyingi kirkani sotib olishdan oldin portlatamiz, olamiz, maydalaymiz, birlashtiramiz, chopamiz, yasaymiz, yotamiz. Bu mahluqlar o'zi ham hiqqil dog'imga kelganda. Bizda navbatda turibdi bor. Mana buni zamonaviylash desa bo'ladi. Bu yerda esa umuman TNT kirka ham bor ekan. Bu kirkalarni hammasini iloji boricha tezroq ishlatib ko'rgim kelyapti, lekin bizning bloklarimiz hozircha faqat mana bunisiga yetadi. Voy, ataylab qilmadim. Tushlaringdagi dahshatga aylanishimni xohlamasang hoziroq to'g'irla. U zo'r bo'ladimi? Ko'zlaringni o'yib olardim, barmoqlarim yo'qda. Hammayli yuringlar, burni tekshirib ko'ramiz. Umuman olganda bu kirka nima qilishini hamma ko'rib bo'ldi. Do'konni vayron qildik-ku. Agar mana shu tuxumdan jo'ja ochib chiqsa, hamma videoga like bosishga majbur. Buni ko'rdinglarmi? Jo'ja chiqdi. Ortiqcha so'zlarsiz, g'urromlarsiz hammasi haqqoniy bo'ldi. Shuning uchun xuddi kelishganimizdek bitta like va buni ham ortiqchalik qilmasdi. Ha, xuddi o'ylaganimdek bu kirka 3-3 blok kovlar ekan. Hech bo'lmasa nimadir, yomon emas. Bir pasda 200 ta blok kovladik. Bunga bemalol keyingi kirkani sotib olish mumkin. U esa eslataman TNTli kirka edi. Mana u TNT kirka. Buni hozirda o'zida 2 ta sotib olsak ham bo'ladi, lekin bundan oldin bilasizlarmi? Undan ham portlash bilan qolishmaydigan granata sotib olamiz. Naqd 5 ta berishar ekan. Ha, ichda qizdirmay ketgur. Agar bu 5 ta granata menga 200 tadan oshiq blok to'plashga yordam bermasa, men minusda. Lekin yaxshigina portladi. Naqd 100 ta blok. Granatachilar o'z pulini oqladi. Endi bemalol TNT kirkani sotib olishimiz mumkin. Mahsulotimizni sotib olganingiz uchun rahmat. Biz xaridorlarimiz hayotiga javobgar emasmiz. Tushunarli, bu kirka meni parchalab tashlaydi. Kirkani tekshirib ko'rish vaqti yetib keldi. 1, 2, 3.
Yo'q, hozircha tirikman. Bloklardan farqli ravishda hozircha meni portlatmayapti, lekin yaxshigina bloklarni portlatyapti. Bir necha soniyada 300 ta blok to'pladik. Keyingi mega kirka uchun esa bizga 500 ta blok kerak. Faqat tushunmaganim har safar har xil portlayapti. Bir qarasang bitta chakni yoqaveradi, bir qarasang ikkita blok. Haqiqiy labirint qurib tashladim-ku bu yerda. Nima bo'lganda ham kirka o'z nomini oqladi. Endi borib bundan ham zo'rini sotib olamiz. Men 500 ta blok bilan qaytdim va bu safar kirkani sotib olgan bo'lardim, lekin bu oldin yo bu mingta turar ekan. Bu esa umuman bu o'zi qancha turadi? Bu narsani nomi multiplikator. Ya'ni sen oladigan bloklarni 2 barobar ko'paytiradi. Narxi esa 5000 blok. Zo'r narsa, lekin hozircha cho'ntagim ko'tarmaydi. Shuning uchun biz mana bu gigant kirkani olishga majburmiz. 500 ta blokga. Oho, gigant kirkani sotib olganing uchun katta rahmat. Gigant kirka, hoziroq buni borib tekshirib ko'rish kerak. Qani ko'raylikchi, sen nimalarga qodirsan? 1 2 3. Wow, mana buni tushunaman, kovlash desa, bu bilan bemalol 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta blok to'plasa ham bo'ladi. Shuning uchun ham kovlashni boshladik. Skelet, senga nima kerak, a? Balki sen gigant kirkamni zarbasidan tatib ko'rmoqchi dursan. Moblarni ursyapti ishlarkan. Undan sen menga keraksan. Qani kovla. Nimjon ekan. Endi kovlangan bloklarni sekin yig'ishtiramiz. 1000 ta, bizning balansimizda allaqachon 1000 ta blok bo'lib ketdi. Shunday qisqa vaqt ichida 1000 ta blok to'pladik. Keyingi kirkani sotib olishdan oldin biz birinchi bo'lib mana buni sotib olamiz. Bu o'zi zo'r narsamikan yoki kirkani sotib olgan yaxshiroq bo'larmikan? Obbo, mana bu ajoyib kirka 2000 turar ekan-ku. Men 1000 deb o'ylagandim. Bu esa bu yerda nollar ko'plik qilmayaptimi? Bu kirka million turar ekan. Tasavvur ham qila olmayman. Million blok turadigan kirka nimalarga qodir? Unda bu kirka yo'q, bu 500 ming turadi. Mana bunisimi aytgancha bu chaqmoqli ekan, olovli emas. Mana bu yerda ham ajoyib kirkalar bor ekan. Mana bunisi ham menga juda yoqyapti. Shuni ham albatta tekshirib ko'rishimiz kerak. Faqat men uchun hozir ozgina qimmatli qiladi. Ozgina. Bu kirkaga pulimiz yetmas ekan, yagona yo'l qolyapti. Bu meni ishlatish uchun. Bu ham bo'lsa mana bu kirkani sotib olish. Men tushunishim bo'yicha bu bizga passiv bloklar olib keladi. Ya'ni shunchaki bloklar olib kelib turadi va tepada nimadir paydo bo'ldi. Endi mening balansimga har soniyada 10 tadan blok qo'shilyapti. Men senga ko'prog'ini aytaman. Bunda yana sotib olsa bo'ladi. Hali kongacha ham yetib kelganim yo'q, lekin menda allaqachon 400 ta blok bor. Bu bizga keyingi 2000 ta blok turadigan kirkani olishga ajoyib yordam beradi. Bu ketishda 2000 ta blok to'plash hech qanaqa muammo bo'lmaydi. To'g'rimi, Creeper? Va 2000 ta blok. Hattoki shuncha bloklar ham multiplikatorni sotib olishga yetmaydi. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Biz axir mana bu kirkani olmoqchi edik-ku, to'g'rimi? Yo'q, bunga yetmas-ku. Yaxshi, unda mana bu konchidan olamiz bir nechta. 3 ta konchi va yana bitta olsak bo'ladi. To'xtanglar, hattoki yana ozgina kutsak agar, yana bitta olsak bo'ladi. Ajoyib 5 ta konchi. Tabriklayman, boshqa bo'lmaydi. Nega ataga 5 tami? Ha, mayli. Endi biz hech bo'lmaganda cheksiz granata sotib ola olamiz. Mol olganda go'yo yaxshidek. Faqat ozgina xavfli. Cheksiz granatalar zarbasi. To'xtamaymiz. Bunaqalar hali menda ko'p. Hamma yerni portlatib tashlash vaqti keldi. Hop, 4000 blok, 4000, 4600. Hozir 5000 bo'ladi. Qani 5000 bo'ladimi? 5000 ga yetmadi. Bu yerda katta konvorga o'xshaydi. Bloklar bizda 7000 bo'lib ketdi. Va nihoyat mana bu yerda to'g'irlash vaqti yetib keldi. Ha, kirib olish vaqti deb o'ylaganmidinglar? Yo'q, mana shu yer to'g'irlash vaqti. Shuki men charchadim. Endi esa bemalol mana bu kirkani sotib olamiz. Kirlantalar qayerdan keldi? Afsonalarda aytilishicha, shaxsan Zevsning o'zi bu kirka bilan chaqmoqlarni kovlagan ekan. Bu qanchalik to'g'ri ma'lumot sotuvchi? Bilmadim, rostdan ham, lekin 1-2 marta ishlatgandim. Sotuvchini tomi joyida emas shekilli. Mayli, hech qisi yo'q. Buni o'zimiz ham bemalol tekshirib ko'ra olamiz. Hozir konni o'zida agar chaqmoqlar uchsa, oho, kriperlarning ko'pligini qaranglar. Voy, dad, bu chaqmoq urar ekan-ku. Bunaqa kirka bilan kriperni urish qilish mumkin bo'lgan eng ahmoqona ish. Yabadabadu, maushla zombi. Yana bitta desammi, maushla. Voylar, hozir o'zim o'lib qolaman-ku. Menda ajoyib g'oya bor. Qani, o'xshadimi? O'xshadi. Skelet kallasi tushdi. Endi buni mana bunday qilib taqib olsam, qo'y skelet, men seni eski do'stingman. Nega komandor otasan? Sal semirdim xolos. Zombinikini ham olib ko'ramiz. Qani portla. Eksperiment omadsizlikka uchradi. Allaqachon 10000 bloklar to'plab tashlabmiz. Kelinglar, unda mana bu ko'paytirgichni sotib olib ko'ramiz. 5000 turar edi. Qani 1 2 3. Multiplikator bilan tabriklayman. Endi bloklari 2 karra tez to'planadi. Afsus, mana bu konchidan yana olib bo'lmaskan. Aytgancha multiplikatordan yana sotib olsa bo'ladi. Faqat bu qimmatroqqa tushadi. Mana bu kirka 500,000 blok turar ekan. Hattoki shu ketishda bo'lsa ham men qachon to'playman buncha bloklarni? Menga nima aytyapsan-dar deydi. 10,000 ga yana bir karra multiplikator sotib olaman. Endi u menda 3-daraja. Keyingi kirka bizda bor 2.0 ga o'xshaydi. To'xtanglar, narxini aniq bilib olaylik. Ajoyib kirka va u turadi 10,000. Tushunarli, olg'a kovlashga.
Xo'sh, keragidan hattoki ortig'i bilan ham kovladik. Bu degani biz balki bir yo'la multiplikatorni 4-darajasini sotib olarmiz. Pulimiz aynan yetadi. Lekin yo'q, biz kirkani olmoqchi edik. Shu sabab kirkani olganimiz to'g'ri bo'ladi. Shekilli, yana bilmadim. Bu burdan keyin esa bizda mana bu kirka kelar ekan. Ajoyib ko'rinyapti o'zi ham. Kelinglar, mana shuni sotib ola qolaylik. Bu bilan juda ham ko'p blok kovlab tashlarmiz. Faqat bazadan uzoqlash kerak deb o'ylayman. Yana bazani tekislab tashlamasin. Bu safar rostdan ham shunaqa bo'lishi mumkin. Wow! Rostdan ham juda ko'p kovladi. Bazadan uzoqlashib to'g'ri qildik. 10,000 blok turadigan kirka shunday qilishi aniq edi. Tasavvur qilinglar, endi bundan keyingilarni nima qila oladi? Menda Minecraft qotib qoldi. 1 hour later. Ishlasang-chi, wow, nimadir bo'lyapti? Juda ham qo'tyapti negadir. Yo, nima bu? Nega bunchalik katta? Bu yerda har kichkinagina bunisi esa juda katta. Tushunarsiz, lekin wow, oldinda hali bizda 100,000, 200,000, 500,000, 1 million turadigan kirkalar kutib turibdi. Bu esa ataga 10,000 turadi. Tasavvur ham qilishga qo'rqyapman. Endi bu bloklarni hammasini sekin yig'ishtirib chiqamiz. Bloklar tezroq hisoblanishi uchun ularni mamday qilib inventardan tashlab yuborish ham kifoya. O'rgimchaklar, sizlarga emas meni o'ldirish. 55,000 blok to'pladik bittagina kovlashdan. Shuning uchun yana bitta kovlaymiz va Minecraft menda yana qotib qoldi. 2 hours later. O'ylab qarasam, keyingi kirka 50,000 ham turmasdi. Shuning uchun shu blokni o'zi yetadi. Surdik bu yerdan. Faqat bundan oldin sizlar shunday meni jonimga tegdinglar. Men yetib keldim. Qaytib kelding. Yetmas. Sendan qo'pol sotuvchi yo'q. Hammayli, endi biz mana bu kirkani, mana bunisini ham sotib olsak bo'ladi. Hammayli birinchi bo'lib 20,000 turadiganini sotib olamiz. Yoki bu nima? Qochsang-chi. Hozir bitta mega buldozer bilan solib yuborsam, yo'q. Nahotki men hammasini vayron qildim. Abbo, dadara qildim-ku. Umuman olganda yo'qotish unchalik emas. Mana bu yoqrang 40 million turishi esimda, to'g'rimi? Ha, bu ikkitasini bilsa sotib olib bo'ldim. Katta yo'qotish emas. Yaramas, hech bo'lmasa kechirim so'ra. Hammasiga yaramas maxluqlar aybdor. Vaqtida uxlamaslik zararli ekanligini bilardim, lekin bunchalik zararli ekanligini. Xo'sh, biz qayerda to'xtab qolgandik? Mana bu kirkani sotib olmoqchi bo'lib turgandim va men bu ishni qilaman. Ajoyib, random kirka. Hozir birgalikda randomning kuchini tekshirib ko'ramiz. Faqat iloji boricha uzoqroqqa borish kerak deb o'ylayman. Mana bunday chuqurlar do'kon oldida kerak emas. Tekshirib ko'ramiz. Qani? Wow, deyishga unchalik ham yetmaydi-ku. Balki bu randomdir, balki kovlash radiusi randomdir, balki bittada Minecraftni yarmini yo'q qilib yuborish ham mumkin. Hech narsa bo'lmadi. Hamma yana bir bor. Wow, chaqmoq bu kirkani. Ha, tushundim. Bu kirkada barcha kirkalarning qobiliyati bor. Random ravishda ishlaydi. Qiziq, orasida sotib olmagan kirkalarimning ham kuchi bormikin? Mayli, yana bir ikki marta kovlab ko'raylik. Cho'y, nima bo'lyapti? Bu kirka yaramas ekan-ku. Menimcha bu kirkani uzoqroqqa olib qo'yish kerak. Qochoq, seni deb do'konimda yarmi yo'q. Umuman olganda birinchi marta emas. Kechirdim, afv etaman. Yaxshi, unda hozirroq mana bu kirkani sotib olamiz. Wow, mana shu kirkani anchadan beri olgim kelib yurgandi. Qani ko'raylikchi, bundan keyin qanaqa kirkalar bor? Og'roq kirkasi? Qanaqa nom bo'ldi bu yana? Bunisi esa kichkina kirka. Ha, rostdan ham kichkina, lekin nega 150,000 turadi? Bunisi umuman 500,000 turadi. 500,000. Adashmasam mana bu yerda kirkali qoplama bor edi. Bu aslahaga o'xshagan narsa bo'lishi kerak va biz uni hozirroq sotib olamiz. Bu kirkani ushlashga yordam bersa kerak. Qiziq, buni taqib bo'ladimi? O, bo'lar ekan boshga. Yomon emas, menga yoqyapti. Tushunishimcha kirka bilan kovlash tezligini oshiradi. Ha, shunday. Aytgancha biz yangi olgan kirkamizda haligacha tekshirib ko'rganimiz yo'q va uni nima qiladi? Men hozircha tushuna olmayapman. Hech narsa bo'lmayapti-ku. Balki Minecraft qotib qolgandir. Yo'q, unga ham o'xshamayapti. Balki o'ziga nimadir yozilgandir. Aytishlaricha, bu kirka kovlangan bloklar sonini oshiradi. Hozircha bu nimani anglatishini tushunib yetmadim. Haddan tashqari ahmoqman shekilli. Yo, mana buni qaranglar, bu yerda nimalar bo'lib yotibdi. Ha, tushundim. Bu kovlangan bloklar sonini oshiradi. Nega ertaroq aytishmaydi-ya shunday deb? Har bitta kovlagan blok ham salkam 1000 tadan blok olib kelyapti. Bu kirka juda ham zo'r, juda ham ko'p bloklar olib kelyapti. Yana juda ham qulay. Salkam 100,000 to'pladim. Qiziq, odiyotlarni sindirishga ham berarmikin? Ha, rosa beradi. Axir bu haqiqiy chetku. Bunday qilib 1 millionga ham borsa bo'ladi. Sal qiynalib. Nima bo'lganda ham buncha blok bizga bemalol yangi kirkani sotib olishga yetadi. Og'riq kirkasi. Bu kirka bilan ehtiyot bo'lasan. Tushunarli, unda buni sotib olganim bo'lsan. Og'riq bormi? Yo'q. Endi bo'ladi. Nahotki bu kirka shunchalik vayronkorona kuchga ega bo'lsa, nimalar bo'lyapti?
Nima deyishni ham bilmayman. Nimalar sodir bo'ldi bu yerda? Portlab ketamanmi deb o'ylagandim, lekin yo'q. Ulkan parkurga aylandi-ku hamma yeri. Qani bir tepadan ko'raylikchi, og'riq kirkasi bilan bittagina kovlaganim nimalar qilib tashlabdi. Haqiqiy dahshat. Nima deyishni ham bilmayman. Lekin bir narsani bilaman, yana ozgina yaqinroqda kovlaganimda mana bu do'kon portlab ketardi. Men bu kirkada yana kovlamoqchiman, faqat bu safar iloji boricha uzoqroqqa ketish kerak. Portlash juda ham katta bo'lgani bilan, lekin rostini aytsam, unchalik ham blok ko'p olib kelmaskan. Mayli, yana 4-5 ming marta kovlaylikchi. Anchagina balandamiz. Bu ozgina xavfli edi. Mana buni manzara desa bo'ladi, haqiqiy dahshat. Bu kirkada portlatish menga juda ham yoqib qoldi. Hoppa, qayerga tushib ketdim? Blogim yo'q. O'ylanib, hozir bu yerda qolib ketishim mumkin axir abadiy deb turgan vaqtimda mana bu agar bedrock bo'lganda, bu yerda rostdan ham abadiy qolib ketishim mumkin edi. Obbo, endi men bu chuqurdan qanday chiqsam bo'ladi? Yo'q, lavaga tushib ketdim. Ming afsus, lekin men o'z kuchim bilan chiqmoqchi edim bu la'nati g'ordan. Og'riq kirkasini tekshirib ko'rdik. Keyingisi esa kichkina kirka ekan. Multiplikator haqida so'ramoqchi bo'lsang 20 ming. Menimcha bu yaxshi investitsiya bo'ladi. Buncha tortaverasan, aytaman shuni, 40 ming. Yetdimi bloging? Bunda bo'lsa var 80 ming. To'xta, umuman bo'ldi, boshqa sotib olmaysan mendan bu narsani. Yaxshi, bloklar endi avvalgidan ham tezroq to'planish kerak va men mana bu kirkani ishga solgan holda bir zumda to'plab tashlayman buni. Menda taktika bor. Agar mana bunday qiladigan bo'lsak, yo'q. Bu qumga ekib bo'lmaydi-ku gulni. Esimdan chiqdi. Xullas, mana bunday qilib turib, gulni yerga ekib, bu boshqa kirka. Yo'q, do'kon butunmikan? Xavotir olma, endi bu yerda hech narsa buzilmaydi. Qomat unaqa narsa. Kerakli bloklarni mana bu kirka bilan to'playmiz shekilli. Nega shunchaki hamma bloklar hisob bo'lavermaydi? Bunisini olmayman, unisini olaman. Nima qiliq bu? Diarit, gipozit, andezit, biaritlar hammasi jonimga tegib ketdi. Chuqurroqqa tushsam bunaqa muammo bo'lmaydimi deb o'ylagan edim, lekin yo'q. Bu yerda mana bu bloklarni shunchaki tashlab yuborsam hisob bo'lmas ekan. 2000 years later. Nahotki bu onlar yetib keldi. 150 ming blok. Oho, bu yerlar yaxshigina portlabdi-ku. Voy dod, hammasi o'ylaganimdan ham rasvo. Zat hammasini deb qilib qoldim, yordam bersang-chi. Tuzatishga tuzataman, menda faqat bloklardan diarit bor xolos. Hamma yerni mayda voy la'nati, men og'riq kirkasidan yana bitta sotib oldim. Shuncha vaqt to'plagan 150 mingim. Nima uchun hayot bu qadar shafqatsiz? Sababi unda men borman. Bo'ldi, ozgina IQni ishlatadigan vaqt yetib keldi. Sirli taktikani ishlatgan holda to'plashni boshladik. Bo'ldi, sotib oladigan vaqt yetib keldim. Kichkinagina kirka. Kichkina kirkani sotib olganingiz uchun rahmat. Ha, u rostdan ham juda ham kichkina, lekin buni hammasi yolg'onligini men bilaman. Men buni hozir ishlatsam, bu yerda umuman hammasi tekis bo'lib ketadi. Qolgan eng zo'r kirkalarni ola olmayman. Shuning uchun hoziroq chopamiz, maydalaymiz, birlashtiramiz, o'rnatamiz, yasaymiz, o'tiramiz, haydaymiz. Juda uzoq haydaymiz. Hattoki mening ham rejamda bunchalik uzoq vaqt haydash emas edi. Quruqlik ham shunchalik uzoqda bo'ladimi? Kichkina kirkani ishlatishning vaqti yetib keldi. Xo'sh, qani? Unchalik ham emas. Menimcha hammasiga mana bu o'rgimchak aybdor. Birinchi martada o'zi qaysi kirka yaxshi kovlagandi? Ko'proq-ku, mana qotdi. Ana endi zo'r bo'ladi hammasi. Nahotki men bo'shliqqa tushib ketyapman, bo'lishi mumkin emas. Yomon emas. Yashirmayman, men ko'prog'ini kutgandim. Balki yana kovlash kerakdir. Hech qisi yo'q, o'zi kichkina uchun juda ham ko'p ish qilyapti. Malades. Xo'sh, men hardkor olamimni yo'q bo'lishiga sababchi bo'lgan skeletlar qani? Foydanglar teksinchi birinchi marta yo'q qilinglar meni. Skeletlar eng yoqimsiz mobligicha qolaveryapti. Creeper naq 4 ta, 5 ta creeper sizlardan bir tirlik foyda bo'ladi. Bu orqaga qaytishning eng tez yo'li edi. Keyingi kirka uchun naq 500 ming to'plash kerak. 500 ming. Buni esa boshqa kuchaytirib bo'lmaydi. Haqiqiy dahshat. Biz o'ldik. Buncha blok to'plash umuman oson bo'lmaydi. Balki mana bu kirka bilan kavlash eng to'g'ri usuldir. Balki mana shu bilan kavlasam, men ideal vaqtda ideal toshlarga ega bo'larman. Yo'q, bu blok hech qanaqasiga mana bu kirkaga yeta olmaydi. Mana bu bilan kavlash ham ancha tez bo'ladi. Lekin undan ham tezi sirli taktikani qo'llash bo'ladi. Xo'sh, qani ketdi. Vop. Ha, bu aniq men hozir qila oladigan eng tez usul. One eternity later. 500 million, 500 ming biz va nihoyat to'pladik. Hoziroq borib 500 ming turadigan kirkani nimalarga qodir ekanligini bilishimiz kerak. Men yetib keldim. Bu kirkani olmabsan, bu dunyoga kelmabsan. Mushkulingni oson qiladi. Ortiqcha so'zlarsiz, shu zahoti sotib olaman. Xo'sh, atagi bittagina kirka qoldi. Millionga. To'g'ri, million deb yozib qo'ygan taxtajangiz yo'q bo'lib ketdi, lekin meni esimda u million turadi. Bizda esa hozir 5000. Lekin men juda ham qattiq umid qilamanki, bu kirka orqali millionni olish muammo bo'lmaydi. Lekin eslatib qo'yay, u kirka yomon qiladi. Uxlashga ulguray. Ulgurdim.
yotog'im yo'q bo'lib ketdi. Umid qilamanki bu yerdan do'kon butun qoladi. Xo'sh, 1 2 3 qani ketdi, qani meni kirkam nimalar bo'lyapti? Hozir nimalar sodir bo'ldi? Kirkam bitta ishlatishdan keyin sinib ketgani yetmagandek, ataga 100 mingina berdimi? Nima men 5 baravar hozir minusga ketdimmi? Qanday dahshat bo'ldi. To'xtay. Bu rostdan yo'q, bu 1 million. 1 million 500 minglik kirka menga 1 million sovg'a qildi. Axir bu pulni o'zi oxirgi gipermega ultra kirkani sotib olishga yetadi-ku. Mana buni kirka desa tushunaman. Mana buni zo'r kirka desa tushunaman. Oxirgi kirkani sotib ol endi. Ha, albatta, faqat bundan oldin ikkita 500 minglik sotib olaman. Qani, yana million beradimi? Million. Bu kirkani ham ishlatamiz. 2 million, meni balansimda 2 million. Xo'sh, endi mana bu millionlik kirkani bemalol olishimiz mumkin. Nima balo olish? Biz hattoki bunaqa kirkadan ikkita olishimiz mumkin. Xo'sh, bittasi o'ng qo'limga, bittasi chap qo'limga. Qo'limda ikkita eng qudratli kirkani ushlab turibman. Minus olam. Xo'sh, ketdi. Voy, nimalar bo'lyapti? Bu nima to'xtovsiz davom etadimi? Hamma yoq cheksiz yo'q bo'lib ketyapti.